بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yaratgan Parvardigorimizga behisob hamd va sanolar bo'lsin. Sarvari koinot Hazrat Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga salavot-i sharif, durud va tahiyyotlar bo'lsin. Kim oilaga hurmatli bo'pti, e'tiborli bo'pti, inshaalloh bilsin u Allohning qonunini, Allohning yer yuzida joriy qilgan odatini hurmatlabdi. Kim Allohni hurmatlasa, Alloh taolo uni dunyo va oxirat saodatiga erishtiradi. Har bir mas'ul kishilar oilada tinchlikni, oiladagi nikohni doimiyligini, mustahkamligini tiklamoqlikka, ta'minlamoqlikka mas'ul ekanligimizni bir his qilib qo'yaylik. Robbimiz jalla va ala har bir mas'ul kishini, ayniqsa ota-onalarni, o'zlarini va bola-chaqalarini Allohning do'zaxidan saqlanishligiga kafil ekanliklarini, mas'ul ekanliklarini, unga majbur ekanliklarini Alloh taolo zimmamizga yuklayapti. Va do'zaxni sifatlab, u do'zaxda yoqilg'ilari insonlar va bu toshlardan bo'lgan narsalar do'zaxni yoqilg'isi. U do'zaxda zarracha rahm shafqat nima ekanligini bilmaydigan farishtalar do'zaxni xozini posbonlari deb aytayapti azizlar. Mana shu oyati karimani tafsirlarida ulamolarimiz aytayaptilar. Hazrati Ali karramallohu vajhadan so'ralgan ekan. Alloh bu oyati karimada bizlarni va bolalarimizni do'zaxdan saqlanishlikka chaqiryapti. Qaysi yo'l bilan biz do'zaxdan bola-chaqalarimizni saqlaymiz deganda, Allohning amri bilan degan ekan. Ya'ni Alloh buyurgan narsani buyurishlik bilan va Alloh qaytargan ishdan qaytishlik bilan. Mana qarab ko'ring azizlar, Qur'oni Karim ta'limotlarida Haq taolo bizlarga oilani bepisand qilishlikka biron bir joyda oyat yo'q, balki qaytaga oilada kelishmovchilik bo'lganda, oilada siz bilan biz kelishmovchilik qilgan vaqtimizda ikkala tarafni ham solih kishilari, ikkala tarafni ham esli, xushli, aqlli kishilari kelib bizlarni isloh qilishlikka Robbimiz jalla va ala buyurgan. Demak biz oyati karimaga amal qilib, oilani ehtiyotlab, Alloh aytgan o'sha isloh yo'lga yuradigan bo'lsak, bilaylikki, ya'ni tuzatish yo'liga yuradigan bo'lsak, biz bolamizni ham, o'zimizni ham, oilamizni ham do'zaxning o'tidan saqlabmiz azizlar.